Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz mehmonlari hamda obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi sport yangiliklarini yetkazib beruvchi FIFA 90+ kanali. Jahon chempionati 2026 Osiyo mintaqasi 3-bosqich saralashi ham o'z yakuniga yetdi. 9-turda muddatidan oldin Jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritgan O'zbekiston terma jamoasi 10-turda Qatar terma jamoasiga qarshi maydonga tushdi va yirik 3-0 hisobida g'alaba qozondi. Gollarni Azizbek Turg'unboyev, Eldor Shomurodov hamda Igor Sergeyevlar kiritdi. 10-turda A guruhida qayd etilgan natijalar: O'zbekiston Qatar 3-0, Qirg'iziston Birlashgan Arab Amirliklari 1-1, Eron Shimoliy Koreya 3-0. Oxirgi 10-tur natijasiga ko'ra Eron 23 ochko bilan birinchi, O'zbekiston terma jamoasi esa 21 ochko bilan ikkinchi o'rinni egalladi va ushbu jamoalar Jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritdi. 3 va 4 o'rinni egallagan Birlashgan Arab Amirliklari hamda Qatar terma jamoalari esa o'z yurishini 4-saralash bosqichida davom ettiradi. B guruhida 10-turda qayd etilgan natijalar: Janubiy Koreya Kuvayt 4-0, Iordaniya Iroq 0-1, Falastin Ummon 1-1. B guruhida 22 ochko bilan Janubiy Koreya birinchi, Iordaniya esa 16 ochko bilan ikkinchi o'rinni egalladi va ushbu jamoalar Jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritdi. 3 va 4 o'rinni egallagan Iroq hamda Ummon terma jamoalari esa o'z yurishini 4-saralash bosqichida davom ettiradi. S guruhida 10-turda qayd etilgan natijalar: Yaponiya Indoneziya 6-0, Xitoy Bahrayn 1-0, Saudiya Arabistoni Avstraliya 1-2. S guruhida Yaponiya 23 ochko bilan birinchi, Avstraliya 19 ochko bilan ikkinchi o'rinni egalladi va Jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritdi. 3 va 4 o'rinni egallagan Saudiya Arabistoni hamda Indoneziya terma jamoalari esa 4-saralash bosqichiga yo'l oldi. Jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritgan terma jamoalar: O'zbekiston, Eron, Janubiy Koreya, Iordaniya, Yaponiya, Avstraliya. 4-saralash bosqichiga yo'l olgan terma jamoalar: Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar, Iroq, Ummon, Saudiya Arabistoni hamda Indoneziya. 4-saralash bosqichida terma jamoalar 3tadan 2 guruhga bo'linadi va guruhda birinchi o'rinni egallagan terma jamoalar Jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritadi. Ikkinchi o'rinni egallagan terma jamoalar esa o'zaro bellashadi va g'olib jamoa qit'alararo play-off bosqichida ishtirok etadi. O'zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionatiga yo'l olganidan so'ng Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan jamoa a'zolari va murabbiylariga O'zbekiston iftixori unvoni berilib, har biriga zamonaviy BYD elektromobillari sovg'a qilindi. O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Islom To'xtaxo'jayevga topshirilgan BYD avtomobili uning shaxsiy mukofotiga aylanishi mumkin edi, ammo u eng yuksak insonparvarlik va bag'rikenglik namunasini ko'rsatib, sovg'ani o'z jamoadoshi hujumchi Bobur Abduxoliqovga sovg'a qildi. Shuningdek, O'zbekiston milliy terma jamoasining sobiq bosh murabbiyi Srechko Katanes o'zining BYD elektromobilini tarjimon Davron Ahmedovga sovg'a qildi.